Assalomu alaykum, hurmatli matematika ixlosmandlari, sizlar bilan mana shu kungacha bo'lgan barcha savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa boshlaymiz. Birinchisi 7 ning 10 ko'paytirilgan 49 ning 4 taqsim 343 ning 6 darajasi debdi. Qanday ishlanadi desa, demak 7 ning 10 ko'paytirilgan, mana 49 degani 7 ning kvadratining nimasi bo'ladi shunda 4 darajasi taqsim 343 degani bu 7 ning kubi ning 6 darajasi. Xo'p, endi qaraymiz. 7 ning 10 turadi ko'paytirilgan. Bu darajaning darajasi bo'lsa, shunday xosiyati bor. A ning n darajasining m darajasi bo'ladigan bo'lsa, bu A ning n ko'paytirilgan m, ya'ni darajalar ko'paytiriladi. Xuddi shunday ko'payadigan bo'lsa, bu 7 ning 8-si bo'ladi taqsim. Bu ham xuddi shunday ko'paysa 7 ning 18-si bo'ladi. Keyin shunday xosiyati bor, darajalar bo'yicha A ning n ko'paytirilgan, A ning m-si bo'ladigan bo'lsa, bu A ning n plus m-si. Ya'ni asos bir xil bo'lsa, o'rta ko'paytirish bo'lgan darajalar nima qiladi? Qo'shiladi. Shunda bu 7 ning mana bu ikkalasi darajasi qo'shilsa 7 ning 18-si taqsim 7 ning 18-si bo'ladi. Qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 1 ga teng. Ikkinchisi hisoblang debdi. Demak 6.25 ayrilgan 1.25. Buni ayiradigan bo'lsa nimaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Ayrilgan 6.25 da 1.25 ga bo'ladigan bo'lsa demak bu ham 0.5 ga teng bo'ladi. Ikkalasini demak ayiradigan bo'lsak 0 ga teng. Bajob. Uchinchisi kubning uchlar soni nechta? Qaraymiz. Mana bu kub bo'ladigan bo'lsa, mana shu kub. Uchlari degani mana shu uchlari bo'ladi demak. Nechta uchi bo'ladi demak? 8 ta uchi bo'ladi. Asos 4 burchakli bo'lsa 8 ta, misol uchun 5 burchakli bo'lsa 10 ta, 6 burchakli bo'lsa 12 ta. Ya'ni asosi necha burchakli bo'ladigan bo'lsa, o'shanda 2 marta kub bo'ladi har doim. Demak, C javob. To'rtinchisi, shu berilgan sonlardan nechtasi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Demak, 3 ga qoldiqsiz bo'linadi, 9 bo'linadi, 18 bo'linadi, 24 bo'linadi, 27 bo'linadi. Demak, 5 tasi bo'linadi. Beshinchisi, ifodaning boshqa ko'rinishini toping debdi. Demak, x minus 2 taqsim x plus 1 bizga berilgan ekan. Buni x plus 1 minus 3 taqsim x plus 1 deb yozsam, mana bu ikkalasi bari minus 2 ni beryaptimi? Hech narsa o'zgargani yo'q. Hech narsa o'zgarmayapti. Demak, endi qilamiz. Mana bu ikkalasini bitta xat deb olaman. Shunda xatma-xat bo'lish degan narsa bor edi. X plus 1 taqsim x plus 1 minusdan 3 taqsim nima? X plus 1. Demak, maxrajlari bir xil bo'lsa, baribir suratlarni nima qilib ayirib qo'yiladi. Mana shu narsani berib turibdi. Faqatgina ozgina nima qildik? Ko'rinishni o'zgartirdik. Teng. Xatma-xat bo'lsak, mana ikkalasi qisqarib ketadi. 1 minusdan 3 taqsim x plus 1 bo'ladi. Ajoyib. Oltinchisi, rasmda kvadrat katakchalar tasvirlangan. Bitta kvadrat katakcha tomoni necha santimetrga teng? Qaraymiz. Demak, ikkitasiga qancha to'g'ri kelyapti? 2,5 2 taqsim 5 detsimetr. Demak, detsimetrdan santimetrga aylantirishni nima qilaman? 2 taqsim 5 ko'paytirilgan, buni 10 ga ko'paytirishim kerak. 10 ga ko'paytirsam demak 4 ga teng bo'ladi. 4 santimetr. Bu nechta katakchaga to'g'ri keladi? 4 santimetr ikkita katakchaga, ya'ni bitta katakchaga 2 santimetr to'g'ri keladi shunda. Kechirasiz. 7-si masshtab 1.4 millionlik masshtab xaritada uzunligi 7 cm bo'lgan masofa haqiqiyda necha kilometrga teng? Demak, masshtab formulasi nima edi? S1 teng S2 ko'paytirilgan m edi. Masshtabdagi masofani masshtabga ko'paytiradigan bo'lsa nimaga teng bo'ladi? Haqiqiy masofaga teng bo'lar edi. Demak, S1 teng bo'ladi, S2miz 7 cm ga teng. Masshtabimiz qanchaga teng? 4 million. 4 million. Hop. Ko'paytiradigan bo'lsak 28 millionga teng bo'ladi. 28 million. 28 million santimetr. Hop, endi 1 metr bizda nimada so'ragan? Kilometrda. 1 metr 100 santimetr bo'lsa, buni metrga o'tkazish uchun ikkita nolni ketkazaman. 1 kilometrim nimaga teng? 1000 metrga teng. Demak, buni nimaga o'tkazaman endi? Kilometrga o'tkazish uchun 3 ta nolni ketkazaman. Shunda 280 nima qoladi? Kilometr bo'lib qoladi. 280 kilometr. Javob. 8-si, Aziza 1739 ta va 234 ta sonlarni, 234 sonlarini qo'shish kerak edi. Demak, birinchi nima qilish kerak edi? 1739 ga 234 ni qo'shmoqchi bo'lgan. Keyin bu sonlarni o'rniga u joyini almashtirib qo'ydi-da, 1379 bilan nima qildi? 324 ikkalasini qo'shib qo'ydi. Va yig'inda qanchaga farq qilyapti? Demak, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 4 ga 9 ga 4 qo'shsak demak 3, 1 dilda 3 ga 3 qo'shsak 6 dillar bilan 7 bo'lyapti. 7 ga 2. Demak 9 1 1973. Ya'ni bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, demak 3 1 dilda 9 0 1 dilda 3 ga 3 6 dillar bilan 7 bo'ladi 1703. Farqi degani uchun nima qilamiz? Farq degani ikkalasini ayirmasi degan. Demak, ikkalasini ayiradigan bo'lsak nimaga teng bo'ladi?
0,72 ya'ni 270 ga teng bu javob. 9-si. Uzunligi 4 km bo'lgan simni necha foizga kamaytirsak uzunligi 3,2 km bo'ladi. Xo'p. Demak, simimiz mana bitta sim bor ekan, sim 4 km edi. Uni qanchadirga kamaytirdi. Qanchadirga kamaytirgandan keyin nima bo'ldi? 3,2 km bo'lib qoldi. Dastlab 4 km, keyin 3,2 km bo'ldi degani 0,8 km ga nima qildi? Kamaydi. Tushunali? Demak, 4 kilometrning nechidir foizi nimaga teng ekan? 0,8 ga teng ekan. Shu foiz topyapti x. 100 ga ko'paytirsak demak 80, 4 nima bo'ladi? Mahrajga tushadi. Shunda 20 foizga teng. Demak, 4 kilometrda 20% kamaytiradigan bo'lsa, 3,2 kilometrga teng bo'ladi. 10-si hisoblang debdi. 1,1 degan 11 taqsim 10 ko'paytirilgan 125 ni 8 ga ko'paytirsak, demak 1000 ko'paytirilgan 0,3 degani 3 taqsim 100 degan. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak, demak 33 taqsim 1000 ko'paytirilgan 1000. 1000 ga qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 33 ga teng mana javob. C javob. 11-si. Kubning nechta yog'i bor? Demak, mana kub. Yog' degan nima degan? Yog' degan mana pastki yog'i bor. Misol uchun o'zingiz o'tirgan xonani hisoblaydigan bo'lsangiz, to'g'rilaringizda bitta yog' bor, orqa tomonda bitta yog' bor, o'ng tomonda bitta yog' bor, chap tomonda, tepada va pastda. Demak, nechta yog' bo'ladi? Xuddi xona kub misolida-da. 6 ta yog' bo'ladi, to'g'rimi? Mana misol uchun 2-yog', bu 3-yog' mana. Tepasi 4-yog', narigi tomon, orqa tomon 5-yog', bu oldi tomoni 6-yog' bo'ladi. Demak, 6 ta yog' bo'ladi. 12. Yo'lovchi 3 soatda 7,5 km yo'l yuradi. Yo'lovchi tezligini o'zgartirmasdan 4 soatda necha kilometr yo'l yuradi? Yo'l formulasi nima edi? S teng V ko'paytirilgan T edi. Demak, S'imiz qanchaga teng? 7,5. S nima? Yo'l. V'miz tezlik. Bizdan tezligini so'rayapti. Vaqtimiz qancha? 3. Shunda V ni topadigan bo'lsak, V 2,5 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bizga aytib tezligini o'zgartirmasdan 4 soat yursin. O'sha formulaga qo'yamiz. S teng V ko'paytirilgan T. Endi bizdan nima so'rayapti? Yo'lni so'rayapti. Tezligimiz bor 2,5 ko'paytirilgan vaqt 10. Vaqtimiz 4 ko'paytirsak, demak 10 kilometrga teng bo'ladi. Bajo. 13-si. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, shtrix qilingan shakl sohaning yuzini algebrik ifodasini toping deb. Xo'p, qaraymiz. Mana bu yerdan bu yergacha masofa nimaga teng? S ga tengmi? Bu yerdan bu yergacha nimaga teng? B ga teng. Demak, men S dan B ni ayirib tashlaydigan bo'lsa, mana bu yer qoladi. S dan B ni ayirishim kerak. Shunda S minus B. Xo'p, endi bu tomon nimaga teng? A ga teng. Bu nima? To'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzini topish formulasi nima edi? Mana to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, buni yuzini topish formulasi bu A bo'lsa, B bo'lsa, demak S teng bo'ladi A ko'paytirilgan B taqsim 2. Ya'ni ikkita katetini ko'paytirib 2 ga bo'lardik. Xuddi shunday S teng bo'ladi. Bunday mana to'g'ri burchakli uchburchak, bitta katet A, ikkinchi katet demak S minus B. Ko'paytirib 2 ga bo'lsa nima kelib chiqadi? O'sha yuzasi kelib chiqadi demak mana. Ajob. 14-si. Quyidagi rasmda mana shu berilgan ekan. Xullas kalom bizdan nimani so'rayapti? SKH. SKH, ya'ni mana shu burchak mana. Mana shu burchak SKH bo'ladi. Doim mana bu o'rtadagisi burchak bo'ladi. Misol uchun SOB desa o'rtadasi O. ADS desa misol uchun o'rtadasi D. O'sha burchak bo'ladi har doim. Xo'p, endi mana 90 gradusli burchakmi? Ya'ni to'g'ri burchak, to'g'ri burchak. Mana yerdan bitta kesma o'tyapti. Bu tomoni 25 bo'lsa, bu tomoniga qancha qoladi? 65. Demak, bu 65 bo'ladigan bo'lsa, shu burchakda mana burchaklarda shunaqa xossa bor edi. Shunaqa xossa bor edi. Bitta to'g'ri chiziq kesib o'tsa, agar ikkita to'g'ri chiziqni, mana bu burchak nima bo'lsa, alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi, bu alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. To'rtalasi ham bir xil bo'ladi. Demak, mana 65 bo'lsa, bu ham 65 bo'ladi, bu ham 65, hatto mana bu ham 65 bo'ladi. Endi bizda mana bu ikkalasini qaraydigan bo'lsak, bu nima? Bu yoyiq burchak. Yoyiq burchak mana bunday kesib o'tyapti. Bitta burchak 65 bo'lsa, ikkalasi yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak? 180 ga. Demak, bu tomonga 115 kirasi qolaman. Dejo. 15-si tenglamani yeching debdi. Tenglamani yechishda nima qilamiz? Noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlarni bir tarafga o'tkazamiz. Shunda 16x minusdan demak 12x bo'ladi teng 13. Mana bu tomonga nima bo'ladi? Musbat bo'ladi, plus 3 bo'ladi. 16x dan 12x ayirsak demak 4x teng 16 ga, x teng necha bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. Muntazam 7 burchakli prizmaning nechta uchi bor? Va yuqorida ham tushuntirib berdim sizlarga. Misol uchun mana kub misolida, kuba
Asosi necha burchak? Asosi 4 burchak. Nechta uchi bor? 2 marta ko'p bo'ladi, 8 ta uchi bo'ladi. Demak, 7 burchakli prizmani uchi pastida 7 ta uchi bo'ladi, tepasida 7 ta bo'lsa, jami 14 ta uchi bo'ladi. 17-si 1 dan boshlab 85 gacha natural sonlarni yozishda nechta 6 raqam ishtirok etadi? Demak, 6, 16, 26, 36, 46, 56. Keyin ko'pchilik 56 dan keyin 66 deb boshlab ketadi. Yo'q, 66 emas. 60, 61, 62, demak 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 demak 68, 69, keyingisi 76, 80, bizda nechagacha degan 85 gacha. Demak 76 gacha. Sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, demek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 ta bor chunki 15, 16, 17, 18 ta. Demek 18 ta nima qilgan ekan? 6 qatnashgan ekan. Keyingisi 180 ko'paytirilgan 0.8 ko'paytmaning 25% ni toping deb. Demak 180 ni 0.8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 180 ko'paytirilgan 0.8 ni men 8 taqsim 10 deb olsam bo'ladi. 180 desa 18 ko'paytirilgan 10 deyman, ko'paytirilgan 8 taqsim 10 deyman. Demak 10 dan qisqarib ketadigan bo'lsa, 18 ko'paytirilgan 8 bu 144 ga teng. Mana shu 144 ning 25% ni top deyapti. Demak 144 ning 25% ni topish uchun buni 25 ga ko'paytirib, nima qilardik? 100 ga bo'lardik. Foizga ko'paytirib 100 ga bo'lish kerak. Shunda 25 bilan demak 100 ni qisqartirsa bu yer 4 bo'ladi. 144 4 ga bo'lsa demak 36 ga teng bo'ladi. 19-si. Agar a teng 15,5 ga b teng 14,5 bo'lsa, a kvadrat minus b kvadratni hisoblang debdi. Mana buni men a kvadrat minus b kvadratni ajrataman ikkitaga. A minus b, a plus b. Bu qisqa ko'paytirish formulasi orqali ajrayapti. Qo'yib chiqaman joyiga. Aning joyiga nima qo'yaman? 15,5 minusdan b ni joyigacha 14,5. Demek 15,5 plusdan 14,5. 15,5 ni 14,5 dersak 1 ko'paytirilgan 15,5 ga 14,5 qo'ysak demak 30. 1 da 30 ko'paytirsak 30 ga teng mana. 20. Go'sht qaynatilgan o'z vaznining 40% ni yo'qotadi. 900 gram qaynatilgan go'sht hosil qilish uchun qancha nima qilish kerak ekan? Gram go'sht kerak. Qaraymiz. Xo'p. Bizga demak x kilogram go'sht kerak. O'shani 40% ni yo'qotsa qanchasi qoladi? 60%. O'sha x kilogram go'shtimizning 60% nimaga teng bo'lsin deb 900 ga teng bo'lsin deb. Demak, x teng bo'ladi. Bitta 0 dan qisqartiradigan bo'lsak 900 ko'paytirilgan 10. Va mahraj bitta 10 ko'paytirish o'tadigan bo'lsa 10 taqsim necha? 6 bo'ladi. Demak, 900 ni 10 ga ko'paytirsak 9000, 6 ga bo'lsak demak 1500. 1500 gram nima bo'lar ekan? Go'sht kerak. 21 hisoblang debdi. Qaraymiz, buni qanday hisoblaymiz? Mana bu 1 ni men 1, mana yozaman 1 ayrilgan 0.095. Endi 1 dan keyin bitta virgul qo'yib olaman-da, nollar bilan mana ikkalasini tenglashtiraman. Doim ayirayotgan vaqt tenglashtirishimiz kerak. Endi faraz qiling 0 virguli yo'q. Shunchaki 1000 dan 95 ta ayiryapmiz. 1000 dan 95 ta ayirsa nechaga teng? 905 ga teng mana. Demak, javob 22. 6 xonali mana shu son 9 ga qoldiqsiz bo'linsa x ning qiymatini toping deb. 9 ga qoldiqsiz bo'linish belgisi nima edi? Barcha raqamlar yig'indisi demak 9 ga bo'linadigan bo'lsa, u sonning o'zi ham nima bo'lar? 9 ga bo'linar edi. Hammasini qo'shadigan bo'lsam 1 ga 2, 3, 6, 9, 17, 24. 24 plusdan x bo'lingan 9. Endi bu 9 ga bo'linishi uchun nima bo'lish kerak? 27 bo'lish kerak. 27 bo'lish uchun x o'rniga nima qo'yish kerak? 3 qo'yish kerak. Shunda x imiz teng 3 ga. 23. A sonining 36% bilan 108 sonining 24% ga teng bo'lsa, A sonini toping deb. Demak, bitta A son bor ekan. O'sha A sonning 36% nimaga teng ekan? 108 ning 24% ga. Foiz topish formulasi nima edi? O'sha sonni b foizga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak edi. Xuddi shu formula qo'yapman. Xo'p, shunda 100 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, A ko'paytirilgan 36 teng 108 ko'paytirilgan 24 ga. 108 36 ga bo'lsak demak 3 bo'ladi. X teng A teng to'g'rirog'i 3 ko'paytirilgan 24, ya'ni 72 ga teng bo'ladi. 24. Velosipedchi velosiped pedalini 25 marta aylantirganda 1500 metr yo'l bosadi. U pedalni 1 marta aylantirganda qancha yo'l bo'lsa? Demak, 25 marta aylantirganda 1500 metr yo'l yursa, 1 marta aylantirganda demak qancha yo'l yuradi deyapti. Proporsiya.
nima qilamiz proporsiyada? Bu bilan buni ko'paytiramiz va teng bu bilan bu ko'paytmasi. Shunda 25 ko'paytirilgan x teng 1500 ko'paytirilgan 1 ga. X topadigan bo'lsak 1500 bo'lingan 25 ga. Nechaga teng bo'ladi? 60 ga teng bo'ladi. Dajol. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi enidan 2 marta uzun, to'g'ri to'rtburchak yuzasi 18 cm kvadrat bo'lsa, uning bo'yini toping debdi.